Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin yerinde devam kılımız inşallah. Ara'ul piraki fil kadai vel kaderi. Hem bu kada ve kader hakkındaki muşu ilmi kelam perikilerdinki göz karıştıklarının göz karıştırıyla kada ve kader hakkındaki ilmi kelammış perikilerdinki cemalinin göz karıştırı. El-Kadariyetul Ula. Birinci El-Kadariye El-Ula. Hum ashabu ma'bad el-Juhani el-Basri. أول من أثار الكلام في هذا الموضوع وزعم أن علم الله لم يسبق أو لم يسبق وجود الأشياء وقال هذه المقالة الشنيعة إن الأمر أنف أي يستأنف الله علم الأشياء عند حدوثها وهو قول باطل لأنه ينسب إلى الله سبحانه الجهل بالأشياء قبل حدوثها وأن أفعاله ليست عن علم ولا تدبير سابق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وهؤلاء كفار بلا خلاف يدل عليه كلام ابن عمر رضي الله عنهما حين سأله يحيى بن يعمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه hatta yu'mine bil kaderi ila ahiri. Endi bu firqlarninki ko'z qarashi. Birinchi firq qaysi desa, bu birinchi qadariya. Bu qadariya demak ikki toifa ekanda bu. Birinchi qadariya va ikkinchi qadariya degandek. Qadariya mi ikki bo'lingan. Bu qadariya birinchi qadariya kimsa bular olsa Ma'bad al-Juhani al-Basrininki qo'riqchilari. Bu Ma'bad al-Juhani al-Basri degan kishi mushu mavzuda, mushu qado va qadar degan mushu mavzuda nurg'un kalam gap so'zlarni qo'zg'ab maydonga chiqargan kishining avvalgisi bu. Bu Ma'badul Juhani degan gap bu odam Basrda yashab ekan. Shunga Ma'bad al-Juhani al-Basri deb yoy nisbatan kelib turish ekanda bu. Bu mushu qadar va i'tizol mazhabini tunja ta'sis qilib, mushuni o'ttirib chiqargan kishi shu ekan. Bu kishiga G'aylanu Damashqiy deb bir kishi ergashib qoldi ekanda bunga. Ma'bad al-Juhani al-Basri. G'aylanu Damashqiy degan odam bunga shagird qatorida buni ergashib, bu ilki nimada Ibn al-Ash'as deganninki fitnalarda shu ta'tir qujun egizpas kunlarda mushu fitnalarda bumi o'rtoqlashib qolib qoladi ekan. Ibn al-Ash'asga odamning fitnasiga. Bu qaysi bir Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafiy degan kishiga shuningki hokimiyatiga qarshi chiqqan bu kunlar ekanda. Shundan bu odam tutilib qolib, bu odamni Abdulmalik tarafidan Damashqda bu Ma'badul Juhaniyni Hijriyaning 83 yilmi dag'aslib ekan. Bu endi Ma'badul Juhani al-Basriy odam bu qisqacha ahvolimiz shu.
Bu muşu mavzudaki muş qada va qadar degan barzda nurgun nimelerni, kalamlarni, nurgun ara va ko'z qarashlarni o'ttirga chiqarib paydo qilib qo'ygan odam, qo'zg'ab chiqqan odam shu deydi. Va gumon qilib bu odam haqiqatan Allohning ilmi degan şeyinin vücuduga Allah'ın ilmi ilgirenmeydi o. Şeyi bu buludu ve la yazbillah. Akıdın bu boğandın kin şun kata Allah Teala'nın ilmi meydan keledi o. Ama o Allah o şey mevcut çıkıştın burun bu reallık ayrılmış dünya çıkıştın burun mevcut buluştun burun Allah'ın ilmi aldın ala bu pırga iş yok. Mana deydigan de. Bu o'xshash nihoyatda sat, mushu nihoyatda ig'ir gaplandigan odam bo'ladi. Vaqola hazil maqolata shania. Yana nihoyat sat gaplandigan odam bu. Ig'ir gaplandigan odam. Nima dedi bu cho'qim innal amra unupun. Ish yengilib turdi deydi. Ish yengilib turdi. Yani nima demakchiz? Unup deganlik, ya'ni yengilib turdi. Yengilib turdi Allah yoki yanglishib turdi Allah şeylerinin ilmini o şey hadisel paydo bo'lgan chog'da şeyning ilmi o Allah şeyinin ilmini yanglab turdi o. Eğer o şey paydo bo'lishdan burun Allah'ın unutgan ilmi yoktu degan chiqib qoldi va yazbillah. O huwa qavlun batil bu asnat batil buzuq so'z bu. Çünkü bu gapdan Allah subhanahu wa ta'ala şeyler paydo bo'lishdan burun o Allah onu bilmeydi degan o'xshash jahlni nisbat berish to'g'ri kelib qolib qoladi. Da bu jahlni nisbat berganlik bu. Chuqum o Allah subhanahu wa ta'alanınki qilmish nimasicha ijod, i'dam o bu xalqdan iborat. Allah subhanahu wa ta'alanınki barliq qiliqlari ilm va oldin ola tadbirdan bo'lmagan. Balkim shu şey bu bo'lgandan keyin oqidan uni qarta ilm maydonga kelgan va oldin ola anandan keyin tadbir maydonga kelgan degan bu gap chiqib qoladi deydi. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala bunun o'xshash ahmas desimas aqlga va naqlga uygun kelmaydigan bu xil fikrdan Allah to'lama nihoyatinin bo'ldi, pak bo'ldi, ustun bo'ldi. Uluwan kabira. Favqulodda shu gapdan uzoq bo'ldi Allah. Bundan huquq yo'q deydi. Bular birdek kafir bular. Bil ittifoq kafir. Bunun küfür ekanligiga ne muhturdu delilime degeni bunu İbn Umar radıyallahu anhumanınki sözi. Öz vaqtda bu İbn Umar radıyallahu anhumadan Yahya ibn Ya'mar degan kishi bir savolni sordi. Dediki, ey Abu Abdurrahman, bu Abdullah ibn Umar'ın kuniyati ekanda, ya Abu Abdurrahman, hakikaten bizden burun bir qancha insonlar maydon keldiki, bular Qur'onni o'qiydi ama ilmga tehi yetersizlik qiladi. Deb ular haqida ilm bo'lgan fikrlik qiladi, ilmga yetersizlik qiladi deb ular haqida shundoq ba'zi bir narsani tilga oldi. Va chuqum ular o'ylaydi da qadar degan gap yo'q. Mashina o'ylaydi. Mushni mendaq tilini chaynab yurib, mushkam taqib qo'ydi. Qadar degan gap yo'q deb buni o'ylaydi deydi. Chuqum ish unub. Yani Allah subhanahu wa ta'alaninki nemisi şeyler bo'lgan ilmi o şeyler hadisdan buluştum burun Allah özünün şeylerini ilmini için yenilap durdu. Ama o payda buluştum burun yoktu. Payda boğandan keyin Allah'ın ilmi yenilanıdı o. Demek iş mayda unup deydi o. Mayda insanlar var degende. Dedi kim bu Abu Abdurrahman yani İbn Umar radıyallahu anhuma kimge bu Yahya ibn Ya'mar'a. Ey Yahya ibn Ya'mar, eğer sen aşlağın uşkap kalsan kayıtta. Ular dep qo'ygin ki men ulardan bizar. Va haqiqatan ular mendimi bizar. Bo'ldi biz ular bilan qo'l juvotayli. Aramizda fasl qolma. Ya arni qilmayli hech qanday aloqa qolmasin. Biz ulardan qo'l juvotayli. Men ulardan uzoq, ular mendan uzoq. Bu shunday qo'ydi de. Andaq bir zotlarni qasam qildiki, bir zotlarni qasam qildi u zotlarni kim Abdullah ibn Umar qasam qo'ydi da nim deb eğer çukum ularının bir üçün
Uhud'dagının okşu bir altı bolgan bolsa ve onu Allah'ın Resulü yolunda haracet kılgan bolsa, nepik kılgan bolsa, Allah uladınca bu kılgan emelini kubul kılmagan bolatdy, kubul kılmaydy o deydi. Hatta kaderge, kada ve kaderge iman keltirgen kadar Uhud dağını sadık kılıbasımı altından ibaret. Hemimiz altın bolgan Uhud dağını sadık kılıbasımı Allah onundan bu nimsini emelini kubul kılmaydı dep muşu ahval dep koygan ulağa dep. Onlar İbn Ömer razıyallahu anh kısam kıldı deydi. وقد انقرض أشياع هذا المذهب ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه. Ve munqarzıp ketdi bu mezhepnin korukçuları. Ulardan bu ehli kıbleden ular o aş mezhep suçu bir kim kammet deydi. Ehli kıble degelik ne uzun meyil nimil bolsun hem de bir bizim kıblemiz muşu diyen meyli kadari olsun, meyli murca olsun, mu'tezile olsun, hemmisi ehli kıble hemmisi, ehli kıble iş bulunur. Ulardan bir kim kammede, kammede bir kim ehli kıblelerden aşşu mezhep üstüde. Demek bu mezhep munqarzıp gitti demek. İkinci el-mu'teziletu. Ve kad neşa'at وقد نشأت بعد الفرقة السابقة فرقة أخرى اشتهروا باسم القدرية الثانية. إشكنجي وبيد حقا وقد نشأت بعد الفرقة السابقة فرقة أخرى اشتهروا باسم القدرية الثانية ولكنهم أقل غلوا من سلفهم وهؤلاء هم المعتزلة الذين اعترفوا الذين اعترفوا بالعلم وقالوا إنه سبحانه قدر الأشياء كلها أزلا أي أحاط علما بما سيقع منها وما لا يقع سواء منها ما كان من أفعاله سبحانه أو من أفعال العباد خيرها وشرها إلا أن أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة للعبد بقدرة أودعها الله فيه وواقعة بإرادته واختياره وإلا لما كان هناك معنى للتكليف والثواب والعقاب فالعبد عندهم هو الفاعل للخير والشر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والله أقدره على ذلك كله. Bu yerda ikkinchi mo'tazila maydonga chiqdi. Bular cho'qim paydo bo'ldi bular. Avvalgi firqadan keyin yana bir firqa maydonga chiqib o'tirib chiqdi dedi. Ular nima bilan ikkinchi qadariya ism bilan mashhur bo'ldi. Qadariya saniya deb. Ayşe Kadriye Ula diye şu an yukarıdaki. Mayada Kadriye Saniye degan ism bilan mashhur oldu bular. Lekin ula u ilgaki qaraganda g'uluv jihatda bu xil qujunduluq bu xil hadni ishib ketish jihatda sal ozg'aroq. Balki mutatarrif emas. Balki hadni ishib ketgan emas. Yuqori qaraganda sal ozg'aroq. Bular olsa bir mu'tazilaki bu mu'tazile. İtiraf kıldı, ilimni itiraf kıldı. Allah şeyi hadis peyda buluştum burun o şeyini bildi o şeyi unup degan gap kıpamedi belki ilimni itiraf kıldı. Dedi ki Allah subhanahu wa ta'ala şeylerin hemmini ezelden qanday qilgan uni mo'lcharlab allamurun bekitib urlashtirib bo'lgan deb o'yladi dedi. Ya'ni Allah subhanahu wa ta'ala mayli u narsa Patikanda yüz berdiğin nas olsun veya ki yüz bermeydiğin nas olsun ilmi cihette hemmini ço korşap etrafını ihat qilib bo'ldi deydi. Mandaq ma tushunchada bo'ladi deydi. Mayli u Allah subhanahu taolaniki nimdan bo'lsin
o şey e, Allah'ın af'alıdın bolsun yoki bendenin kılmışlarının bolsun. Onun yaxşısı olsun, yaman olsun. Hemmisi Allah'ın ilmi ihat işi de onun satıp çıkıp gidemeydi o dedi. Lekin çokum insanınki ihtiyari piyal, ihtiyariyete af'al nasipti. Lekin çokum insanın kılmışları ki ihtiyari kılmışları bendenin nimsi o kılmış hareketi. Bendenin yaratkını o. Nimelen bir Allah subhanahu wa taala baş bende de amanet koygan bir kudret bir kuşulen onu bende yüz kılıdı o insanın ihtiyari kılmışın diyelim. Ve o bendenin çoğu öz iradesi ve öz ihtiyari erkinlik hürriyetilen o nime o afal bendenin kılmış cevarihlerde yüz biri deydi. Eğer unda olmaygan bolgan bolsa, bu teklifke, savapka, jazaga, onunki ma'nisi nima anda olmagan bolsa, eğer unda olmagan bolsa, bu bendeninki ihtiyari etilen, bu ben insanınki bu ihtiyari kılmışı, bendeninki tesiri, bendenin dahildaçılık bulmaya şey olgan bolsa, bir yerde o teklif, savap, jazaga, onun hiç kandak bunun kıymeti ma'nisi olmagan boladı deydi. Demek ben de o nime kaderiye saniyenin katarında bu karşıda bendenin özü bir yakşı ve yamallık taat ve masiyetin çok faili bendenin özü değil. Kim bu kaderiye saniye. Ee, o bende ceza tatılgısıdır. O huvel mucaza. Ceza tatılgısıdır. Özün kılmış hareketi kartta. Ve Allah takdir qilib unga Allohning ashun qanday qildi imkoniyat berdi Alloh subhanahu wa taolo ul ash bandiga shu nimaniki ashniki hammasini ustida Alloh unga bir imkoniyat yaratib qodir qilib qo'ydi uni ko'z ko'ralaydigan anglashni izlasa xohlasa anglayalaydigan aql yurgizishni o'ylashni izlasa uningga azroq bir aql ishlasam bo'lib desa aqlni ishlatalaydigan mangsi mağlaydigan tutishni maqsad qilib tutalaydigan alloh ashuni hammasi uchun uni bir qodir qildi uni bir imkoniyat yaratib berdi alloh. Ama bununki faili insanın üz şu deydi. Allah fakat onun şu kudretini ki nıkbede teyak koydu. Kadir bade dedi. Ve yekulune inne haza la yetaaradu ma'al i'tikadi bi enne Allah haliku kulli şeyin ma damel abdu ve kudretuhu mahlukayni lillahi azze ve celle. Deydi ola çokum bu düşünç duch kelmaydi. Nemiga Allah subhanahu wa taolo har narsaning xoliqi deb e'tiqod qilishga hargiz bu nima qilmaydi. Bu buni qarta to'g'ri turolmaydi. Qachoniki banda va bandaning qudrati Alloh azza va jallaning maxluqlam Alloh taolo tarafdan yaratilgan bo'lgan bo'lsa, bandami va bandaning qudratimi Alloh azza va jallaning tarafi Alloh azza va jalla uchun maxluqlam bo'lgan bo'lsa, bu nimaga buni bu e'tiqodchi Alloh har shayni e'tiqod yaratquchi deganga qarshi turolmaydi. Bundan hech bir zidlik qolmaydi deydi. ويقابل هذا المذهب الجبرية القائلين إن الله تعالى كما قدر أعمال العباد في علمه أرادها بمشيئته وأنفذها بقدرته تعالى وحده واشتهر عنهم أن قدرة العباد وإرادتهم معطلة أو مسلوبة والعبد مجبور وليس له من الأمر شيء. Bu mezhepke Ceberiyle bu kaderi mezhepke Ceberiyle mezhebi bunu zıt karma karşı oldu. Digen halda
Dügçidi bu ceberiyle. Nemi de nemi kaylı okşiti bula. Anda ceberi ki kaylı okşiti bula. Şunun çokum Allah subhanahu wa ta'ala bendilerninki emellerini özün ilmi ihatede mölçerligen okşaş Allah subhanahu wa ta'ala ço bu maksat kıldı nimene aradaha bi meşiyati. Maksat kıldı Allah subhanahu wa ta'ala aş emellerini özünki hayiş bilen maksat kıldı. Ve onu Allah subhanahu wa ta'ala o emellerini ço özün yalğız kudret ilahiyle onu icra kılıp yürgüzdü. Deydi. Meşhur oldu ulanı karşıda hakikaten bendenin kudreti, bendenin iradesi, hemmesi işten boşulgan. Ya ki bu işten çoğu tat, evetilgen. Olada erkilikliğine bulmaydı o. Mekçiken ne bulandı işte. Ben de onda kuandıkken şu işini kılışkın mecbur. O bende için çoğu bir kandak bir nes yok. Hiç kana bir narsa bendidan meydan kelgan emas. Bu Allohningki nemislan e, meşiyetlen ve Allah subhanahu taoloninki meşiyetlen Allah irad qilgan o'z meşiyetlen ve o'z qudratlarcha onu tanpiz qilgan yurgizgan. Mushunun bilan maydonga keldi o bandalarning qilmishi. O banda onu o'z ixtiyori qilib qolgan emas deb mana deb. Bu demek bu mezhepke, bu kaderiylige, bu ceberiyle mındak tüpün tüp karma karşı şekilde doğruydu. وقد اتفق جميع المتكلمين على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره والرضا بالقضاء ودليل الوجوب سمعي وهو ما مر من نصوص وكذلك عقلي لأن القضاء والقدر يرجعان لصفات الله التي ثبتت بالدليل العقلي ولكن كل فريق فسر الرضا والإيمان بما يتناسب مع مذهبه ورأيه. خوش و اتفاق geldi. Cemil hem mütekellimler. İlmi kalam çalmamız bir keldim gelse kadarınki o kadarının yaxşı yamanlığı onunki hol onun tatlılık onun açık tarafı biraz onunki rahat paragat onun hapılığı ve onunki nayeti nimsi ibaret bunun hemmisi için iman keltirişinin vacip ekanligiga barliq ilm kalam ulamoları birlik keldi deydi. Ve qadağ razı oluş degandek mesela. Bu vücudun delili nimet o sem'idir. O sem'i degani mesela ayet ve hadisten ayet hadisten haber boyunca ma'lum bo'lgan. Bu huwa ma marra min nususun qandaki neslen ibaret yuqoridagi nimaga o'xshash oyat va hadisga o'xshash masalan bu shunga o'xshash ham aqliy bu vujudning dalili sam'iy va shunga o'xshash shu aqliydir deydi chunki qado va qadar degan gap bu qaytida alloh subhana taoloning sufati qaytadi qado va qadar allohning sufati qaytadi bu dalil aqli bilan sabit bo'ldi bu lekin har bir firqa bu rıda ve imandan ibaret. Rıda ve kada ve kadar iman keltiriş degan bunu nimelense öz mezhebi ve özünün ra'yiga uygun keldiğin narsalar bilan tafsir qildi. فالجبرية يقولون يجب الإيمان بأن الله سبحانه أراد جميع الأشياء والأفعال وأخرجها إلى حيز الوجود وليس لغيره فعل ولا تصرف وإلا لكان شريكا له وعلينا أن نرضى بهذه التصرفات من غير تفكير فيها. Ceberiyle deydi vacip bulu iman keltiriş şunun için Allah subhanahu wa ta'ala şeylerin hemmisini
va qiliqlarning hammasini Alloh iroda qildi deydi. Uni vujudga chiqadi va axrajaha ila hayzil vujudi. Mushu nimaga naq reallikqa uni chiqadi Alloh subhanahu va taolo o'sha şeylarning va nurg'un qiliqlarni hamma chiqadi. Demak, nima uchun valaysa li g'ayri fi'lun. Yo'q, Allohning g'ayri uchun hech qanday bir banda va boshqa maxluq uchun uning hech qanday fe'l va tasarruf, quvvat bunga Alloh salohiyati yo'q. Yo'q, Allohning g'ayri uchun fe'l yo'q. Buni beuz qilib olgan, o'z ixtiyori yaratib olgan bunday ish yo'q, tasarruf yo'q. Agar undoq Allohning g'ayri uchun bir fe'l va tasarruf bor desa, billah, u Allohga sharik bo'lib qolgan bo'lib qolmamdi. Allohmi qildi va u bandami qildi. Allohmi tasarruf qildi buni, u bandam tasarruf qilsa, bu uning sherik bo'lib qolgan bo'lmamdi deb mandaq oddiy bu vujudni yo'qotib. Biz qanday qilamiz? Va alayna ahli sunna val jamoa. Bizga lozimki, vojibki, shunga rozi bo'lgaymiz. Biz mushu tasarrufotga vaqti jiq bir fikr yurgizib ketmasdan deydi. وأهل السنة يقولون يجب الإيمان بأن الله علم وأراد جميع الموجودات وقضى بها ثم تعلقت قدرته سبحانه بها فأوجدتها على ذلك القدر المحكم وليس للإنسان فيها إلا الكسب الذي به يصاب وعليه يعاقب. أهل السنة والجماعة ديدو iman keltirish vojib. Nimaga? Shuni chuqum Alloh subhanahu va taolo mavjudotlarning hammasini bildi va iroda qildi. Bildi va uni shu iroda qilib, uni masalan bilib qo'ymas, uni iroda qildi. Va uningga u mavjudotga ham hukm qildi. Anından keyin Alloh subhanahu va taoloning qudrati ash mavjudotga aloqador bo'ldi. Anından keyin u qudrat u mavjudotlarni mushu miqdordagi puxta mushu miqdor ustida uni ijod qildi. Barliqqa keltirdi. Demak, inson uchun bu mavjudot haqida faqatlikla onun qarta yaxshilik qilgan bo'lsa savob berilgan va uning aksicha uni buyuntavlik qilib ta'tirlik qilsa jazoga tortiladigan kasbdan boshqasi yo'q. Insonning qo'ldan kelgani shu. Insonningki iqtidori mushunchalik deb al sunna bu qarashga keldi deydi. واعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الرضا بهما وهناك فرق بين القضاء والقدر وبين المقضي والمقدر فإذا حكم القاضي على الجاني بالسجن فحكمه هو القضاء وتنفيذ الحكم بإدخاله السجن هو المقضي فالقضاء والقدر من الله ويجب الرضا بهما دون المقضي والمقدر ففيهما ما يجب الرضا به كالإيمان والطاعة وما لا يجب الإيمان به كالكفر والمعاصي. Böyle koyuyorlar. Hakikaten kada ve kadar iman keltirişken ikisiga razı buluşun lazım. Kada kadar iman keltirdim gengep onunla konumundan onun kanaatlen razı oldum. O kallamda ötti o. Öz rızalıkla onu teslim buldum gen rızanı lazım tutuyor dedim. Bu yerde kada ve kadar arlıqda yani bir munç fariklı var. وهناك عذرا وهناك فرق وبهذا قضاء وقدر ومقضي ومقدر arada arasında şu fark var. Qada bilan maqdi, qadar bilan muqaddar. Bu ikisi farq var ikisi arasında. Qaçan masalan bir qadi, bir jinoyatchini turmuq hukm qilgan bo'lsa, buning hukmi qada. Ammo bu hukm necho amaliy faol turda unga turmuqqa kirgizishlan billa
faol turda uning hukmini ijro qilish u maqdiy bo'lgan bo'ladi deydi. Qado faqat mujarrad hukmdan iborat. Ammo uni faol turda amaliyotda uni bog'lab turmaga akirib tiqishni o'zi o nima maqdiy. Qado va qadar demak Alloh taolo tarafdan. Bu ikkisiga rizo bildirish vojib. Maqdiy va muqaddarsiz. U ikkisidicho uningga rizo, uningga rozilik vojib bo'lgan narsa va iymon toat qilish va uningga iymon keltirish vojib bo'lmaydigan narsa va kufr va ma'siyat o'xshash deydi. Xo'sh, هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر قبل الوقوع توصلا إليه بأن قال شخص قدر الله علي الزنا مثلا وغرضه بذلك التوصل إلى الوقوع في الزنا أو بعد الوقوع تخلصا من جزائه بأن وقع في الزنا مثلا وقال قدر الله علي ذلك وغرضه به التخلص من الحد. Endi qado va qadar bilan hujjat keltirish durust bo'lamdi. Bu Alloh subhanahu va taolo mayda qado taqdir bu. Amayda man bitib o'tgandan keyin Alloh har ishlarniki har qanday qish Allohniki taqdirsiz qildirmaydigan gap bor ana. Uning qaraganda bu uning uchun taqdir degan bor. Shunga o'xshash qado va qadar bilan hujjat keltirish durustmi deganda qado va qadar bilancho ehtijoj durust emas. Nima uchun qablal vuqu'i tavassulan ilay bir ish masalan yuz berishdan burun uningga yetish maqsadda bu Allohning taqdiri bilan Allohningki qazosi bilan mana shuni qilma ma yetishdan burun ashun tushishdan burun shu jinoyatni irtiqob qilishdan burun qahvalama bu. Buni men qilaman. Qilsam bu Allohniki menga shuni mo'ljalligini, menga shuni va Alloh taolo hukm qilgani ya. Va Allohning o'rlashtirishlan bo'l deb, mundaq deb o qado va qadarlancho hujjat keltirish durust emas. Nim debdi masalan, shu suratlarga debdi bir odam Alloh menga zinoni taqdir qildi masalan debdi. Allohning taqdiri debdi. G'ayri maqsadi ashunlan zinoga tushishga yetib olish, shuni qilib olish. Arzusu yetib olishga yetmabdi. Ben bu işağa, bu cinayet irtikab qilsam, Allah'ın qada va qadar bilan irtikab qilgan bo'linman deb. Tek bo'lmabdi. Bunda bu qada va qadar bilan bu ehtijoj durust emas. Yoki u ish yuz berib bo'lgandan keyin bu jinoyat yuz berib bo'lgandan keyin nima ish qilmanda qilding deb uningga bir qodi, bir sud, uning bir mas'ul bunaqacha tanqidlab, bunaqa darra o'bolarini tayyorgan chog'larda buning jazosidan qutulishning jahdidan nima debdi men buni qilibdiman, buni irkab qilib qolishim Allohning taqdiri bilan, Allohning qazosi bilan meni qilib qolibdiman debdi. Masalan, shu suratlarki bu zina qilibdi masalan. Va dediki debdi buni deb taqdir qilibdi Alloh taolo menga ashuni taqdir qilibdi deb mana deb turibdi. Bunun maqsadi onun olan shu ehtijoj hujjat keltirishdan bu darridan qutulish maqsadi bu de. Ammo Alloh men buni taqdir qildi deb bu yuz berib bo'lgandan keyin o darridan qutulish maqsadida bu qado va qadarlancho hujjat keltirish durust emas deydi. وأما الاحتجاج به بعد الوقوع لدفع اللوم فقط لا بأس به. Ama o qada ve kaderle hüccet keltiriş. O bir iş mesela yüz bir boğandan keyin yüzün bir malametni mudafiye kılış için mandak bir nimkan bolsa o meyli. Ona çatak yok değil. Kandaki hadiske gendek enne ruha Adem'e التقت مع الروح موسى عليه السلام
فقال موسى لآدم: أنت أبو البشر الذي كنت سببا لإخراج أولادك من الجنة بأكلك من الشجرة. فقال آدم: يا موسى، فأنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40,000 سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى. Hadis-i şerif kelgендек, hakikaten Adem Aleyhisselam'ın ruhi, Musa Aleyhisselam'ın ruhuyla uçkaştı dedi. Kaç şekilde uçkaştı vallahi alem. Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam dedi ki, ne de sen bütün Ademlerinin boğusu, Ebul Beşer, ki sen seninki evladınınki cennetten çoğu, senin şu daraxtını yapkoy sebep bilen, cennetten çıkırılıp koğulandı oluşku sebep olan sen. Depti de. Adem Aleyhisselam depti de. Ey Musa, seni Allah subhanahu teala öz sözle, öz kalam bilen tanıdı. Musa Kelimullah. Allah öz kalam bilen seni tanıdı, ihtiyar kıldı. Sana Tevrat'ını öz kollen yezip xat qıp berdi. Sen bana Allah ini takdir qatqal işqa malamat qilmoqchimisan? Allah onu bana takdir qilgan. Seni 40 ming yil yaratishdan burun nima? Meni yaratishdan burun 40 ming yil yaratishdan burun Allah meni takdir qilib ishqa malamat qilib tursa deb meni ala emrin kad kaddarahullah meni takdirlamaydi hujjatga dedi. Mandaq özel malamatni mudofaa qilish uchun mandaq hujjat keltirganmiz, uni chataq yo'q deb. Hujjat keltirdi. Hajja Adam Musa hujjat keltirdi. Yoki hujjat keltirishdi. Adam Musaga hujjat keltirdi. O'zira hujjat keltirdi. ولذلك لم يقبل الله الاحتجاج من الكافرين بمشيئته وقضائه. Müşriyetin Allah subhanahu wa ta'ala çok kafirlerden boğan ihtiyacını kabul kılmadı. Özünki nemizlen Allah subhanahu wa ta'ala'nınki meşiyetiga ve Allah'ınki qadası olan. Allah bizim hani kafir kılıp, kafir halap, yakir kafir de hüküm kılıp, bizim küfür yaratıp kıptı degen bunu Allah kabul kılmadı. Öyle. Bunu tevenki ayetten görüyorsak buludu. Ayet hemen bek uzunken. وَلَنَا أَنْ نَقُولَ ولنا أن نقول إن الكافر يستطيع أن يؤمن وإن العاصي ولنا أن نقول إن الكافر يستطيع أن يؤمن وإن العاصي يستطيع أن يطيع ويستجيب لأمر الله. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا ولو لم يكن مستطيعا لكان التكليف بما لا يطاق والله سبحانه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Yani biz de deyimiz gene biz için şun deyişimiz haklı ki, şun deyişimiz vacip ki, hakikaten kafir iman keltiriş iktidar batı. Onunla imkaniyet egiydi. Maalesef iman keltirmedi. O çokum asi günahkarla Allah'ın Resulü için itaat kılış imkaniyeti batı. Allah'ın emrige kulak salish, Allah'ın buyruğu için avaz koşuş imkaniyeti batı. Ee, Allah subhanahu wa ta'ala degендek Allah'ın Resulü'ne iman keltiringlar. Ve biz ini düşügen nurgiki Kur'an-ı Kerim'e. Bunun iman keltiringlar degen o'xshash. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَطِيعًا لَكَانَ التَّكْلِيفُ بِمَا لَا يُطَاقُ.
Vallahu subhanahu yakul la yükellifullahu nefsen illa usaha. Eğer bu teklif eğer bulmagan olsa bu yani bu bende mustati'an qadir bo'g'chi ashunga mumkinligi bo'lmagan bo'lsa albatta bu kuch yetmagan ishlarga taklif berilgan bo'lib qoladi. Bu taklif kuch yetmagan ishlarga berilgan taklif bo'lib qolgan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala onundan pak, onundan kuch yetmagan ish taklif bermaydi. Nima uchun? Allah subhanahu wa ta'ala deganda la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Allah hiçbir can egisini bir ishqa o'zininki qudrat doirasining sirtidagi ishqa taklif bermaydi. Qis qila oladigan, distiyalaydigan, mağız mağalaydigan, tutalaydigan. Demek o'zining imkoniyat doirasining ishidagi narsaga taklif berdi, uni sirt taklif bermaydi deb Alloh subhanahu wa taolo bu oyat karimniki ro'yi qaraganda, ro'yi bilan demek kafir iman keltirish iqtidor imkoniyatiga ega edi, lekin iman keltirmaydi. Asimu itoat qilish Allohning amri farmoniga, Allohning rasulininki chaqirig'iga ovoz qo'yish imkoniyati bor. Biz mandaq tushunamiz bundayda. ويجب استلهام القضاء والقدر لتخفيف المصاب من الشدائد وتخفيف البطر والكبر عند الرخاء. وواجب da qada ve kaderlenço istilham degan istavha degan ma'nodan keladigan onun bir ilhamlanish vacip bo'ladi. Biraz ilham talab qilish. Qanday qilsa bir qattiq bir xafliq musibatni biraz yengiltish uchun. Bir odamga bir beshig'i bir kulpat, bir xafliq eg'ir kunga bo'lsa va qanday qilamiz? Bu Allohning butkuni shuda qado qadar azaldagi taqdirimiz mushugan bo'lsa kerak. Bu faqat sizlar bizga kelgan emas, boshqalarning boshiga kelgan kunlar. Bu degandek qado va qadar bilan bu eg'ir musibatlarni biraz yengiltish uchun bunday qilish vojib. Deyiladi qado va qadar bilan istilham bu vojib bo'ladi. Va bakelqi nimada indarraho kengchilik, bayashatlik, mo'lliq mandaq ahvol asizcho biroz badxo'y cho'ngchillikni biroz yengiltish uchun bu vaqtning o'zida qanday qilish bo'ladi? Istilham qilish bo'ladiki, buni eshib ketmayli. Bu narsani bir nimasi bor, ölçüm var, haddi var, saddi var, onun bir çiki var. Hemimiz bunda ketivermeydi. Bu bu bayashat küller. Allah her nersini yüzün kada ve kaderle yaratkan, ölçümle yaratkan diyen okşaş. Bunuğa istilham kılış bu vacip dedi. Qandaki Allah subhanahu wa ta'ala degendek ayet kerimede ma asaba min musibetin fil ardı ve la fi anfusikum illa fi kitabin min qabl en nebra'aha inne zalike alallahi yasir likey la ta'sav ala ma fatakum ve la tefrahu bima atakum vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fakhur diyendek. Bu ayet keriminin manasını başka tefsirlerden kurvasak aslında yaxshi bo'ladi. Boshqa tafsirga murojaat qilishni iltijo qilaman. Chunki mujarrad tafsir biroz qolmasligimiz uchun haqida to'liq ado qilmay qilib qilishimizdan ehtiyot qilmoqning uchun tafsirimizga murojaat qilib shuni ko'rvatsak bugungi darsimiz inshaalloh bu tavhid barisi darsimiz inshaalloh ayağı şudu, to'xtaymiz. Kelajakdagi darsimiz inshaalloh oldimizda bo'lgan bo'ladi. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin.